Utan. Yani yok oğlum. Nerede adın dikildi? Ben bir bağlılık ulaq olmagandan keyin, teşhir çıkıp xizmat izlagach aylanıp kirdim şu. Nemizde? Ben seni hizmet kıl dedim mi? Bir öyde bir gün iki vaqt tamaq yete bir ballağı yaxşı qarasam olmamdı. Bu qızqa men hiç taraqışıp ketdi mene. Vay o ağan 6000 koy maaşınız nimaga yetadi? Ma uyning qarzi ketayotgan. Balaning yaslisi ketayotgan. Boshqa 300 koy pulga nim qila olaydim men? Kiyimni bo'ldi kiymayli qo'yay. 1-2 yil bo'ldi kiyayotgan kiyimimga. Do'stimning to'yi tug'ilgan kunlaridimi? Unda xotirjam dasturxonning ustiga 5-600 koy tashlab qo'yolmaydigan holat kuchib qoldim. Bo'ldi. Men kelar aydan boshlab sen ayrim men ko'p pul uray. Menga kelib tamaq ataman. Vay bo'ldi. Unda minnat qilib bergan pulingizni o'zingiz yanchiqingizni selvelang. Ya do'stlaringiz bilan bir vaqt tamoqda o'ltirib yetamiz bo'ldi. O'zimni put qo'l saq bo'lgandan keyin men bir chiqib ishlab pul topay. Bu nimda gap tushunmaysan? Şimdi men topgan pulni shu uy uchun, oilamiz uchun, balamiz uchun, sevish uchun qilyapman-da. Bu men seni bir sir chiqib pul top demidi. Uni ustiga sen necha yil men xizmat qilmagan odam. Endi bir bilan xizmat qilmasan, xizmatni o'dasini chiqa olamsan. Bunun ko'ra bu balani o'qishiga yordam qilsang olmamda. To'g'ri deysiz qaral. Men unda yaxshi xizmat topolmasam-mu, balani yetlab berib men mana xizmat qildim desam yaxshi xizmatga o'rlashtirib qo'ymaydi ha. Men baqadigan ota-onam uchun 5-6 ming kilometr jiroqlikda turdi. Ular tayinay desam. Tayanqil odam bo'lmagandan keyin, ya sizning pulingiz yetmagandan keyin, chiroyli ishlab pul topsam, nim bo'pti. Unda deb qo'y. Ahvoldan qaraganda sen şu doyundaki pis-pas ma'lumning darslarini bekji qanlab ketgan o'xshamamsa, eringizning quloq qarg'icha ajrashib ketib o'z oldingizga egalik tiklang. Ayol kishi degandan o'z oldiga ayrim pul bo'lish kerak. Er kishi olmasam yashay olasiz deydigan aqmas gaplarni bekji qanlab ketgan o'xshamamsan? Ular to'g'ri deydi. Erlarchi o'zining xushalliq uchun, ayollar o'zining xushalliq uchun yashaydigan zamon bo'lib ketibdi hozir. Shu qo'rqmay pul tepib, birini desa, nima deysa deb meni ishtiraligidek pul tepib, xohlagancha yashmamdi. Yani bir digine gipang ne? Ben onda xotun nerede oynayıp yürse ma'qul deb yurdigan, latcha oynab qolgan er emas. Mening o'zim kuchli g'urur vijdonim bor. Bunda nerede oynag'im kelsa, o'ynaydigan ishim bo'lsa, bir xetangni ilib, igijoqsiz o'p anda o'ynayman. Mushunchalar qilib ketish ketamda, yomon gap qilmadim men. Men sana yomon gap qildimmi? Men sana bir xizmat qilma dedim. Bir uyning ishlarini qilib, balaga tamoq yetib, balani o'qishiga yordam qil dedim. Har oyda turmush puliga ayrim pul verdim. Kiyim kechganiga ayrim pul verdim. Uy tamoq so'g'ichida vermaydi, tamoq bo'yitib yeb. Pulni o'zing yetishtirolmading. Men sana deb qo'yay. Menga itoat qilsang, seni suydigan men bor. Seni o'ylaydigan kichik balamiz bor. Bir chiroyli uyimiz bor. Bo'lmasa, do'yindagi ma'lumlarni uyga berib boqma. Sen bir yotadigan joy bilan ichib piyola choy yuramdi ekan. Obshirib yotmagan bunchalar. Qusqam ichib ketdi meni. Lazzatni uyg'urishdan birinchilab ochib qo'yay. Mening xotinim bo'lsa, ama kallani ishlatmasang deb qo'yay. Ikkinchi bundan gapni anglab qolmayman. Mana lazzatni uyg'urish olmagan bo'lsam, ochlikdan o'ltirayamiding meni. Kirib tamoq ataman.